Bugun farzandlarimiz kim bilan hamsuhbat, kim bilan do'st, kim bilan dugona, bunga ham e'tibor beraylik azizlar. Qani bolam, maktabda o'rtog'ing kim, dugonang kim? Bunga bir qiziqib qo'yinglar dodalar, otalar. Payg'ambarimiz alayhissalom aytadilar: yaxshi hamsuhbat bilan yomon hamsuhbatning misoli mushka ambar sotuvchi bilan temirchining bosqoniga o'xshaydi. Mushka ambar sotuvchi atridan sovg'a qilishi yoki undan sotib olishing, hech bo'lmaganda uning xushbo'yligidan bahra olishing mumkin. Ammo temirchining bosqoni esa yo kiyimingni kuydiradi, hech bo'lmasa uning badbo'y tutuni dimog'ingni xira qiladi deb Rasululloh marhamat qilganlar. Yaxshi odam sizga yaxshiligi tegmasa ham fazilatidan ibrat olasiz. Yomon odam yomon yo'liga tortib ketmasa ham bizni fitratimizga, o'y fikrlarimizga ta'sir qiladi. Bolalarimiz ham xuddi shunday. Bugun farzandlarimizni do'sti dugonalari kim? Ular kimga ergashayapti? Ahli solihlarga ergashyaptimi? Albatta bu bizni eng qiziqtirgan ishimiz bo'lishligi kerak azizlar.